Ha, Jajo aka maqtagan besh barmog'i shumi aka. Keldi. Bay. Ko'rdi. Sizlar bilan qazay gap bo'lishim bilan Alloh rozi bo'lsin. Tarikani ko'rdik. O'ttaligini qara. Optik aka bu. Qancha gap bo'lsa, mana qarang, o'rtoqlar voy. Men borib kech bo'lganda qorningda ochilib video chiqib qolsa, ayb menda emas. Men hammalarni ko'rsatib bergan. Voy. O'zim so'linglarni olib ketdim. Original. Voy. Ikkisi hayvonchi. Voy, o'rtoqlar, mana qaranglar. Bismillah, olib ketib. Men qo'ydi. İçinden çıkması bir şey var. İkram aka o'zini ko'rsat. Aka ba'zida bering, ba'zida. Manzil Cherneyevkida ikrom 5 barmoq desanglar hamma biladi. Xudo xohlasa o'rtoqlar ikkaverasizlar, hozir profillarni qoldirib, nomerlardan bitta xatni yana raqam olib kel. Mana qarang. Voy, ishtahan yomon o'chyapti-ku, ha. Bay. Karekani. Hammanglarni kutamiz, xudo xohlasa ikkaverasizlar. Mana shu videoni sovuq kunga tushdi-ku, 5 barmoq kelmoqchi, o'rtoqlar jo'natib qo'ying. Jigar, qanchalik ikrom 5 barmoq deringiz, ha? Ha, Jajo aka nima bo'pti aka? Allohga shukr, va pishmasani qochib tashladi. Ishonasam, bizning qazilaricha, xamirlari. Sho qizarib ketdi odam, bolam. Voy, gap bo'lish mumkin emas ekan, bolam.